Rasenter'dan hovlu-joy so'rab biladingizmi? Endi sizga hovlu-joy tayyorgina 2 xonali kvartirani pulini patlovchi kvartira oldik-ku. Shuni bilan qarang. Oldina 13 metr, ichana 14 metr. Umumiy yer maydoni 180 metr kvadrat. Oldinda zеленый zonasi, bitta mashinangizni qo'yish uchun parkovka zonasi ham bor. Garaji отдельный, ayda sanuzeli bor. Daloni, yon tarafimizda esa kuxnyasi. Gaz sho'tchiklari bor, svet sho'tchiklari ham bor. Girganingizdek dalon, spasi bor. Restoranlar и plita bilan bostirilgan ekan. E'tibor eting. Baland ekan, baland, kattagina baland. Chap tarafimizda kuxnyasi и boq tarafga chiqib ketish yeri bor. O'ng tarafimizda spalni, yon tarafda garajimiz. Garajda o'yam bor ekan. Ustalar uchun, ustakalar uchun zo'r. Yon tarafda sanuzeli. To'g'ri, bu hovli joyni olib turib polni boshini remont etish kerak. Lekin kvartiradan yaxshi minadi. Deganingizga beramiz endi spalni. Spalnini tep polni podval. 2 metrdan ziyod podvalni chiqarib, cho'nqirligi. İpi listisadan chiqamiz. Tipa listisa. Chiqqanimizdek, yarısına chiqqanimizdek, yon tarafimizda zol bor. Zol, kattagina zol. Bu yer garajning usti, sanuzel bilan garajning usti. Tak, potologimiz gipsokardon. Listisadan davom etadigan bo'lsak, 2 dona xonasi bor. O'ng tarafimizda bir xona. Turgansiz ibida oyna supersiz bo'ladi, yana bog'ga qarab turadi. Yon tarafda yana bir xonasi bor. Xolos, zalating, xolos, kattalar spanisyating. Oynasi old tarafga qarab, oq oynalardan qurilgan ekan. Hovli joyimiz umumiy yer maydoni 180 kvadrat. 13'e 14, elde 13 metr. Puluna yaladan olmasak 450 milyon so'm pul. Endi sizlarga savol. 2 xonali patkulchi kvartira olgan bo'larmidingiz yo ishini olib turib remont etib yashagan bo'larmidingiz? Yan tarafimizda kuxnyasi ko'rsatyapman. Kuxnyasi, yanda bog'i. Bog' ham katta lekin kichkina emas. Unda hojatxonasi ham bor ekan. Yurtingizning yan tarafda oynasi bersangiz, bitta joy. Ikki tashlab turib boshdan sasasiz yana zo'r. Quruvchilar uchun zo'r. Agar bu hovli joyimiz sizga qiziq bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlariga telefon qiling, bizga aloqa qilib. Keyingi videoda ko'rishganda, ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.